Ko'rdingmi, bankdan chiqyapti. Boramiz, shuni bosamiz, bo'ldi. Pulini olaman-ku. Chiki baba deyman. Qodir buni sig'mayapti. Nima, sig'maydi? O'lagiga sig'mayapti. Ha, Xonsaroyda 1+1 aksiyasi bo'layotgan ekan. Agar bitta uy sotib olsang, yana bitta uy yutib olishing mumkin ekan. Tushunyapsanmi? O'shanga hozir boryapman. Xonsaroyda uy olgan. Akalar tinchlikmi? Sen bankdan chiqibsan, senda katta pul bor. Nima bo'ldi shunda? Ash pul bermasang, hozir bolalarim masalani hal qiladi. Aka sizlar bilan po'lat o'ynashga vaqt yo'q. Akalar qochinglarmi o'tay. Tush. Qodir buni sig'mayapti. Ha, molini hal qilamizmi, yo'qmi? Qidiruvdan tanib qolsa problema. Ha? Ay quloq! Ay quloqni tortma. Nima gap akalar? Chekroq o'tir. Nima bu? Digo. Ha? 14 kalibrli AK-47 to'pponchasi. Detskilashma. Qodir to'pponchani sindirdi. Pichoqtira, davay, pichoqtira. Hazillashma, asabimga tegma, so'yib yuboraman. Chiqar pullar. Pichoqmi? Yo, bu barmoq aka, tushuntiryapman. Mana pichoq. Oy. Oy. Nima yana? Aka, on kalga o'tgan bering, kuchudanglar tanib qo'ying, men xavfli jinoyatchiman-da. Hozir 3 toningni ham yechib olaman. Ket yo'qol. Oni kalga o'tgan bermayapti. Bo'pti-da. O'ziga o'zi qipti-da. Qayga? Bikis tiqaman. Yo'q, kerak emas. Подожди, babuli hozir olib kelib beraman, ish chiqib qoldi.